Xayrli oqshom, kech hammaga. Bugungi futbol bir ajib bo'ldi. Sharh ham juda bir ajib bo'ldi va mana shu sharhning ma'lum bir daqiqasida kutilmagan bir holat ro'y berdi va bir chiroyli bir sarali sinimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu sinimizni ko'rsatsalar yaxshi. Hozir mana otalari va ukalari bilan birgalikda kelishdi meni oldimga. Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar sinimizga biroz qattiqroq ta'sir qildi. Men shu fursatdan foydalanib ularning oilalaridan chin ko'ngildan addish uzr so'rayman. Ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsa, chunki o'zimning ham qiz farzandim bor. Va bu holat qanchalik qattiq botganini men sezib bilib turibman. Va sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Iltimos, bunaqa targ'ib qilmanglar bu narsani. Men o'zimni sinim ekanman, tanir ekanman bu insonlarni, bu oilani. Shuning uchun, tak что men ham bu oilani защитasidaman.